Hammaga xayrli oqshom o'rtoqlar. Qalaysizlar, tuzumsizlar sizlar bilan. Yana Leyla 23 kanalida Java Spinbet kontorasiga o'rtoqlar 10.400.000 depozit qilganman. Shu summani bir 2-3x qilishga harakat qilaman albatta. Strategiyalar yordamida. Albatta sizlarga ko'rsatib bergan strategiyalar bo'yicha men o'zim ham o'ynayman, o'zim ham foydalanaman. Va mana shu strategiya bo'yicha g'alaba olishga harakat qilaman. Qaranglar o'rtoqlar, birinchi o'yinimni Mayam Tompdan boshlashga qaror qildim. Negaki Mayam Tomp juda ham yaxshi ko'rib o'ynaydigan o'yinlarimdan bittasi hisoblanadi. Biza birinchi liniyaga 300 mingdan o'ynaymiz, chunki birinchi liniyaga mana shu yerga wildlarini yaxshi beradi. Wild mana ko'ryapsizlar 1.515.000 beryapti. Wildlarini juda ham yaxshi berganligi uchun birinchi liniyada kattaroq summa bilan tikib o'ynasanglar bo'ladi. Albatta bankinglardan kelib chiqqan holatda. Endi 3 marta g'alaba bo'lgandan keyin 3-liniyaga olamiz o'rtoqlar. Albatta bitta liniyani o'zida o'ynab bo'lmaydi. Iloji boricha qochib o'ynash kerak. Tak 3 million berdi, lekin yana birinchi liniyaga o'ynayapti. 5-liniyaga olamiz, lekin summani pasaytiramiz. Chunki summamiz, riskimiz juda ham katta bo'lib ketdi. Shuning uchun 4.800.000, 2.400.000 beryapti. Ko'ryapsizlar, 5-liniyani ham wildlari juda ham yaxshi beradi o'rtoqlar. Imkon qadar bankinglardan kelib chiqqan holatda tikib o'ynashinglarni maslahat beraman. Tak, davay. Bizga bitta shu summadan bitta bonus kassadan demoqchi edim. Tushib berdi. Bitta bonus kassani tushib bersa yaxshi bo'lardi. Davay ketdik. Lekin 5-liniyani bonus kassa javnaqa zo'r bermaydi o'rtoqlar. Wildlari yaxshi beradi. 1-chi liniyalar bonuskalari juda ham yaxshi beradi. Imkon qadar mana shu narsaga e'tiborli bo'lib o'ynashinglarni maslahat bergan bo'lardim. Ko'rib turibsizlar, javnaqa zo'r bermadi. Va endi yana biz davom etamiz. Baribir chunki yana bitta beradi. Berish imkoniyatligi bor. Shuning uchun risk qilamiz. Tak 3-liniyaga olib o'rtoqlar 720 mingdan aylantiramiz. 1.200.000 berdi. Birinchi liniyada zo'r beradi har doim. 3-liniyani ham bonus kasasini ushlasa yomon bo'lmasdi. Tak endi birga olamiz-da o'rtoqlar 840 mingdan aylantiramiz, chunki bizani balansimiz tushib ketdi. Shuning uchun balans ko'tarishimiz kerak. Ko'rib turibsizlar, 4.200.000 voy Mahmudga zo'r o'yini berish kerak edi. Wild bo'lganda zo'r o'yini berardi. Davay. Bitta shu bonus kasasini ushib bersa edi, birinchi liniyani bonus kasasi zo'r beradi demoqchi edim. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Lekin balansimiz oqdi, necho, почти 10 million chiqdi, tushdi. Nasib 20 million qilib chiqib ketishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, like, komment ko'paytiringlar. Mana shu YouTube kanalimizda 500 ta bo'lgandan keyin biz $200 pulni chet el qilib tarqatamiz. Imkon qadar maksimal darajada podдержка qilib turinglar o'rtoqlar. Like, kommentinglar men uchun juda ham muhim. Ko'rib turibsizlar, 7.980.000 berdi. Yana aylantiramiz ozgina. 4.200.000 yomon emas, yomon bermayapti. Yana bitta bonus kasasini ushlaganimizda demoqchi edim, gap bo'lishi mumkin emas. Aytdim-ku, niyat va maqsad. 20 million qilib chiqib ketamiz dedim. Mahmudda 1.200.000 zo'r bervardi. 20 million qilib chiqamiz dedim. Niyatga bog'liq do'stlar. Bilasizlarmi, har doim birinchi kirganimda shuncha summa qilib chiqib ketaman deyman-da, ana shu summani qilib chiqib ketaman. E'tibor bergan bo'lsanglar, meni azaldan kuzatadigan podpischiklarim bundan xabardor. Va mana bizning summamiz 20 million bo'ldi ham qiynalmagan holatda 20 milliondan даже oshirdik ham. Tak, davay yana ozgina ilib berish kerak. Davay. Yana 2.100.000 berdi, mana вообще zo'r berdi. 8 million berdi o'rtoqlar, 7.980.000. Gam bo'lishi mumkin emas. Pulimiz уже 2x bo'ldi, даже 2x dan oshdi o'rtoqlar. Xo'p, endi nima o'ynaymiz? Davay ketdik 21 ochkosini ko'ramiz. 21 ochkosiga tushunmaganlar ham men ko'rsatib o'taman. Xo'p, qanchadan 420 ming so'm tikamiz. Va yutqazishdan keyin dagon qilishimiz kerak.
840 mingga dagon qildim. Bizda 18, lekin biza yeshuvni bossak 21 dan yuqori berishi mumkin. Shuning uchun majbur stop bosamiz. Yaxshi, g'alaba, yana bitta g'alaba olsak bo'ldi. Bizda 12, lekin yeshuvni bosishga majburmiz. Xarosh. 15 dan yuqori beradi va biz voy Peter 21 berganini manchi biza yutdik deb o'ylagan edim hozir. Voy. Tak. Yaxshi, yana bitta g'alaba olsak shu summadan marra bizaniki. Nasib yutdik. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Chiqamiz. 21 ochkosi ham juda ham yaxshi o'yin ko'rdinglar o'rtoqlar. Doim maza qilib o'ynayman. Xo'p, nima o'ynaymiz? Qani ketdik davay bo'lmasam, Olympus slot o'ynab ko'ramiz. Olympus slot ham balkim yaxshi berib qolar. Olympus slot ham juda ham yaxshi ko'rib o'ynayman. Bitta wildlarini ushlab olsak, bonuskasini ushlab olsak zo'r bo'lardi o'rtoqlar. Tak, 3 ta tushib bersa, bonuskasi bizga plyuska ishlab beradi. Paka hozircha wild chavnaqa zo'r tushib bermayapti. Epic win berib ko'rdinglar o'rtoqlar. Bunaqa summadan keyin o'sha chiqarish kerak, chunki oqizishi hech gap emas. Ketdik 3 ta 7 o'ynaymiz. Shu summani 3x qilamiz dedim. Nasib 3x qilamiz. Bizga 5 million yetmayapti hozir. Harakat qilamiz 3x qilishga. 1.380 ming berdi. Yomon emas. Davay 3 ta 0larmi, 3 ta 7 mi tushib bersa, marra bizaniki zo'r bo'ladi. Tak, balans ko'taramiz. 1.520 ming tushdi. Davay iltimos faqat oq qizma maris qilib. Oy. Ko'rvasizlarmi? Niyatda 10x 7.600 ming choq. 29 million. Biz nima qilamiz o'rtoqlar? Shuni tekis 30 million qilishimiz uchun bizga 21 ochkosi kerak bo'ladi. 29 million 377 ming. Bizga почти 650 minglik yetmayapti. 600 ming tikamiz o'rtoqlar. Harakat qilamiz 30 qilib to'xtatishga. Yaxshi, yana bitta. Tak, nasib g'alaba demoqchi edim, yo'q, mag'lubiyat bo'lib qoldi. Oy, пожалуйста. Necha bo'ldi? Mayli, necha bo'lsa ham. Tak. Пожалуйста. Voy Peter. Men shuni 20 qilaman, 30 qilaman deb, men shu 21 da o'qib ketmasam bo'lganmi? Iltimos. Yaxshi, yana bitta. Пожалуйста. Voy, onangni emma yurib bolasi. Xarosh. Bitta g'alaba qilib ber, iltimos, пожалуйста. Yaxshi, yana bitta. Voy, o'lsin, yeshuvni nimaga bosaman? Stopni bosaman deb qo'lim bosilib ketdi. Ha, onangni emma bolasi bizni почти hozir yutgan bo'larmidek bilmayman. Yaxshi. Yana bitta yeshuv. Xarosh. Yana bitta, chunki summamiz tushib ketdi. Пожалуйста, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Endi bizga 29.706 ming. 200 ming. Davay ketdik. Tak, bitta yeshuv va bizda nasib g'alaba. Va 29.906 ming. 100 ming sim yetmay qoldi. Noto'g'ri hisob qilib qo'yibman. Xo'p, xarosh. Gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. O'rtoqlar, biza 10 minut davomida 10 million pulimizni 30 million qanaqa qilishga o'rgatdim va ko'rsatdim. Albatta, iloji va imkoni boricha o'rtoqjonlar, azartga kirmagan holatda chiroyli kontent qilib ko'rsatib bera oldim deb o'ylayman sizlarga. Sizlardan nima kutaman? Albatta, menga juda ham katta motivatsiya beradi. Like, comment, podpisatsiya. Har kuni, har doim sizlar uchun chiroyli kontentlar, strategiyalar ko'rsatib, yaratib berishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha albatta. Sizlar podдержка qilib tursanglar bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'rtoqlar sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Ko'rishganda ko'rishguncha. Mana shu o'zida bitta like, kommentariy degan umiddaman.